Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi darsda lestnitsa chizishni ko'rib chiqamiz. Lestnitsani o'zini umuman oddiy lestnitsani qanaqa chizish uslublari bor yokida qanaqa chiziladi. Har doimgidek arxitekturniy lestnitsa bo'limida shuni o'zini bossak, bizga eskizniy rejimga o'tib beradi. Sezganimizda xiraroq bo'lib qoldi. Mana X-dan chiqsa, mana bu qora misol uchun, mana bundan qarab tursak, sezilish uchun lestnitsani bosaman. Sal xira bo'lib qoldi. Sababi eskizniy rejimga o'tib oldi hozir. Endi bosganimda tepada mana bu qatorda admin qilish yoki tasdiqlash degan narsa bor. Prolет, площадки, airport degan narsasi bor. Undan keyin mana bu narsalar bor. Prolет bu zinani o'zi. Qanaqa prolетda chizilishi, zinaning uslubini. Buni bossak qanaqa uslubda, buni bossak qanaqa uslubda, buni bossak qanaqa uslubda shuni. Misol uchun prolетini bossam, keyingisida qanaqa uslubda chizish kerak zinani? Прямой, ya'ni tekis yoki vintovoy. Vintovoyni ham ichkari va tashqariga qarab, keyin 90 gradusda, keyin P-образный, ya'ni P shaklida. Undan keyin eskizniy chizish. Shular. Misol uchun oddiysini ko'ramiz. Sozdать mana shuni bosgan paytimizda прямойni bossak, undan keyin bizda mana bu tepadagi elementlar kelib chiqish boshlaydi. Привязка Марс-центр bo'yicha, смещение, текущая ширина марш, avtomatik площадка. U nima? E'tibor beringlar, ishlayotgan paytda har doim svoystada bazaviy уровень birinchi, pastki qismi qatta, tepa qismi qatgacha. Shuni to'g'rilab olsanglar, nechta zina bo'lishini o'zi hisoblab beradi. Asosan 15 ga o'sha standart bo'yicha, kurs standart bo'yicha 15 ga 30 qilib hisoblab ketaveradi o'zi. Прямой tanlayman. Mars Center bu привязкасы, ya'ni qaysi tarafdan turib chizishga bog'liq hisoblanadi. Bu devor mavzusida ko'rgandik bu narsani. Misol uchun mana chizishni davom ettirsam, qaranglar, o'rtasidan markazdan chizyapti zinani. Endi agar buni sleva qilib qo'ysam, chap tarafidan chizib beryapti. Agarda buni sprava qilsam, o'ng tarafidan chizib beradi menga. Shuni mosini tanlab olib o'zingizga chizib olasizlar. Keyingisi nima? Smeshiydi. Chizayotgan narsangizdan o'tib olib chizib beradi. Misol uchun 1,5 metr desam, mana shu chizayotgan joyimdan 1,5 metr o'tib olib chizib beradi. Har doim ham vaziyatga qarab ishlatasizlar. Tekushi shirina marsh. Bu nima? Mana bu zinamni qanchalik kengligi? 1 metr kenglikda bo'ladimi? 1,5 metrmi? 1,20 dan shuni. Mana shu orqali to'g'rilanadi. 1 metr turibdi hozir. Keyingisi nima? Avtomatik площадка. Buni hozir zina chizgandan keyin ko'ramiz. Hozir mana hozir chizamiz. Bunga chizsam, u yog'iga chizib bermaydi. Sababi 22 ta zina bo'ladi deyapti, u yog'i bo'lmaydi deyapti. Sababi mana bu urvingacha hisoblab beradi o'zi 15 ga 30 da. Endi bossam, mana bu joyda ko'rsatadi. Tekushi shirina kengligi mana 1 metr. Keyingisi buni tasdiqlaymiz. Tasdiqlaganimizda unaqa bo'lib qoladi. Bossak, mana bu yerda ko'rsatish kerak. 3D bit orqali ham ko'rishimiz mumkin. 3 dani bossam, zinam paydo bo'ladi. Zaливки va высокий qilsam ko'rsam bo'ladi. Qanaqa zina chizganimni. Mana. Endi shu joyda mana zinani tanlagan paytda mana bularga kerak yo'q. Ограждениyalar. Keyin ham solib uramiz ограждение. Bosgan paytimda bunaqa zina emas, asosan monolitni chiziladi asosan. Shundan keyin qolgan nastroykaga chiqamiz. Mana bu yerda ko'rsatyapti. 4 metr balandlikda ekan, birinchidan ikkinchi o'ringacha. 23 ta zina chizildi hozir. 22 ta o'zi bor. 23 ta zina deb hisoblab ketyapti. Agarda mana 22 ta qilsam, 181 dan tushyapti. Okey qilsam, mana. Xo'p, buni hisoblashi qanaqa hisoblayapti? Men bitta to'g'rilab qo'yishim kerak. 150 deb. Okey desam, mana bu joyda to'g'rilanish kerak. To'g'rilanmasa ichkariga kirib turib hisoblash sistemasini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana. To'g'rilanish kerak endi. Yo'q, hali ham to'g'rilanmadi. Lekin umumiy ravishda chizayotgan paytlarda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsani aytaman. Hop, bitta razryad chizaman, misol uchun. Ko'ramiz. O'chirib qo'yaman. Mana. Bu qavatdan bu qavatgacha 4 metr va mana bu zinani hisoblayapti, chizyapti. Va oxirigacha bormagan zina.
182. Balandligi 182 deb hisoblab ketyapti bu joyda. Agarda buni 150 qilib qo'yishimiz uchun gladkiy bu joyda turibdi. Izmenить. Agarda bundoq qilib qo'ysak. Okey. Qilsak, hisoblash uslubi o'zgarishi kerak. Xo'p, mayli. 181 bo'lsa ham, agar buni kamaytirish ham mumkin, lekin agarda hozir 4 metrdan tushib, 4 metr balandlik bo'lganligi uchun shunaqa qilyapti, lekin standart bo'yicha 3300 bo'ladi balandligi. Hozir lekin 4 metrga ham chiqarishimiz mumkin. Nimaga bu oxirgacha bo'lmayapti? Chunki tanlagan mana ichiga 2 marta bosaman, keyin shuni bossam, закончить поступенкani bunda o'chirib qo'ysak, to'liq ulab beradi menga. Okey qilaman, bo'ldi, chiqdi. Yana bir marta bosib 21 qilib qo'yaman mana. Bunda qilsam, mana endi to'g'ri bo'ladi. Tushunarli endi. Xo'p, bu yerda 21 zina bor deyapti. Lekin xohlasak buni ko'paytirishimiz mumkin. Ko'paytirish uchun manta strelkani bor, и manta tochka bor. Strelkani bossanglar, prosta u ko'chib beradi, ko'paymaydi. Ko'paytirish qanday bo'ladi? Mana bu tochkani o'zini bosib turib, tortsanglar ko'payib beradi o'zi. Qancha balandlikda, qalinlikda bo'lsa, shu qalinlikda ko'paytirib beradi. So'chim mana bu. Okey. Mana buni 280 emas. Mana o'zini tanlashim kerak. 300 deshim kerak buni. Okey. Mana buni ham 300 qilib qo'ysak bo'ldi. Endi mana bu 25 ta zina hisoblayapti. 25 desam to'g'rilanish boshlaydi o'zi. Mana. Hisoblashdi. Nechta zina bor? 25 ta zina bor. Nechta hisoblasin? 25 ta bo'lsin degan. Balandligi qanchadan bo'ldi? 16 santimetrdan. Kengligi qancha? 30 dan. Buni razmer olib ham tekshirib ko'rishim mumkin mana. 16 и 15, 30. Xuddi shu shaklda hisoblab chiziladi zinalar. Bu ancha chuqurroq ko'ramiz hali yana. Chunki ustiga hali material berish kerak bo'ladi. Materialini mana bunaqa narsasi bor. Tak, поступенки elementim degani bor. Bunaqa emasda ichiga kirib turib mana bu joyda yoqib qo'yardik. Поступенки prostupini yoqib qo'ysak, ustiga material beradi. Misol uchun kafel bersa, kafelda materiallarigacha chiqarib beradi bizga. Necha kvadrat hisoblashimiz shundan bilib olishimiz mumkin. Keyingisi bu oddiy zina chizish uslubi. Yana bittasi zinani bossak, keyingisi vintovoy. Vintovoy sal boshqacha faqat. Ichkaridan hisoblaydi. Mana. Okey qilamiz. Tasdiqladim. Mana mana chizilyapti. Mana bular hozir okrejniyalar kerak emas. Mana shu holatda 27 ta zinada hisoblab ketyapti. 25 ta desam 16 santimetrdan tushadi. Okey qilsam mana. Xohlasam mana razrezda ham ko'rishim mumkin. Agarda razrezda ko'ringan bo'lsa, ko'rinmagan ekan, demak bundoq tortib qo'yib, buni uzoqroq tortsam keyin ko'rinadi. Mana. Nimaga bu teparoq chiqib ketyapti? Sababi mana bu joyda mana uni o'chirib qo'yishimiz kerak. Okey, 26 ta deyishim kerak. Mana. Tushunarli? Shunda to'g'ri hisoblaydi bu zinani balandligi uchun. Nargisi ham bir xil, faqat sal boshqacha farqi bor. Buni ko'rgan bo'lsak, bunisi bor. Shu bor, mana bu bor. Ikkalasi bir xil почти, birozgina farqi bor bo'ldi. Ishlashda. Okey, yana nima deyman? Все. Tizilmadi menimcha. Tizilmabman. Zina olaman, qaytaman. Okey. Tizmay ketgan ekanman, shuning uchun ekan. Okey. Tasdiqlayman. Okey, mana. Zina. Bir xil ishlaydi, uslubi bir xil, faqat yana bir ikkita joyda nastroykalarda farqlari bor. Bir ikkita farqlari bor. Shulardan keyin o'zi ishlaydi, lekin ko'rinishi, uslubi bir xil. Keyingisi tur G-образный. Desamiz tayyor o'zi bo'ladi.
Prosta buni nastroyka qilish kerak bo'ladi balandlik bo'yicha. Hozir qanaqa nastroyka qo'ygan bo'lsak, mana bu balandliklari bo'yicha xuddi shunaqa nastroyka qilishimiz kerak. Ichiga kiraman, mana buni o'chiraman, OK qilaman, tanlayman, 26 deyman buni. И все, OK tushadi. Mana xuddi shu shaklda secheniga o'taman, secheniga o'tmagan bo'lsa, mana bu bunday bo'ladi. Bunday qilib OK qilsam mana ziram xuddi shunaqa tushadi. Keyingisi P-obrazniy bo'lganidek. Bu ham tayyor. Prosta qo'yasizda и настройка qilishingiz kerak bo'ldi. Shundan keyin o'zi настройка bo'yicha tushaveradi. Mana. O'zini o'chirib qo'yamiz. Mana. Bu ham xuddi shunaqa, hozirgidek mana uni o'chirib qo'yaman. OK. 26 и все. OK. Mana. Mana buni nimaga o'chiryapman? Ichiga kirganda mana buni bosib nimaga o'chiryapman? Oxirgi qismini ham, misol uchun ba'zilar aytishadi, tugash qismini o'zidagi, ya'ni misol uchun oxiri nima bilan tugaydi bu joyda chiqqan paytda. Misol uchun plita bo'ladi yoki nimalar bo'lsa, shuni o'zini ham pastopenka deb hisoblab ketsammi deyapti. Yo'q desam, buni o'zini ko'tarib beradi. Ha desam, tushirib beradi bitta. Boshi ham xuddi shunaqa. Misol uchun mana buni o'chirib qo'ysam, pastga tushirib beradi bitta. Xuddi shunaqa. Tak. Mana shu uslublari bor. Undan keyin yana bir ikkita uslub, yana bittasi bor. Eskizniy. Mana shu narsa. Sizlarga keyin avtomatik plashatka degan narsani tushuntirmayman. Oddiysini chizolman, misol uchun mana premoda avtomatik plashatka qanaqa ishlaydi. Bundoq qilaman. Shu joyda to'xtataman, 10 ta chizib turib, keyin mana bu joydan o'tirib chizaman yana. Nechta chizmoqchiman? 17 ta chizaman. И все. OK qilsam, mana bu joyda avtomatik plashatka o'zi chizib beradi. Ulanadigan joyini. Farqi yo'q qanaqa bo'lishini. Xohlasam tekis emas, boshqacha qilib berishim mumkin. Mana. Bunda o'tsaman, keyin bu yerdan chizib ketaman, keyin bu yerdan chizaman. Xuddi shunaqa qilib chizib ketishim mumkin. Xohlasam bu yerdan ham chizib ketaman yana. Shart emas, xohlasam mana shu holatda mana chizib ketaveraman. Kerak yo'q, farqi yo'q. Umuman chizib beraveradi o'zi balandlik bo'yicha hisoblab, avtomatik plashatkasini o'zi alohida chizib beraveradi. Xohlasak mana ichiga bosaman, ichiga kirsam mana plashatkasini ko'rsatib beradi bizga. Shuni esa bo'ldi. Xo'p, keyingisi eskizniy rejim. Mana prolyotda ikkinchisi. Eng oxirgisi sozdать eskizniy. Bu qanaqa? O'zingizlar chizasizlar buni, zinani qanaqa turda bo'lishini. Граница по ступеньке и направление к маршу degan narsa bor. Граница bu zinani ikki cheti. Mana bu ikki qismi bo'lsa, ikkala tarafi. Misol uchun farqi yo'q, buni mana bunaqa shaklda ham chizishimiz mumkin. Bunda o'xshab turib, bunda chizaman kerak bo'lsa. Keyin mirror qilishim mumkin kerak bo'lsa, bunda o'xshab turib mirror qilaman. Mana. Pastopenkasi nima? Pastopenkani tanlab turib, keyin chizamiz. Bu oraloqdagi shu pastopenkalar haqida bittasi. Qadar oyoq qo'yadigan joyimiz. Pastopenkani bosib turib keyin qilinglar. Yashil bu granitsa bo'ladi. Bunda qilaman misol uchun. Xohlasam orqali qilaman. Mana shu shaklda, и все. Yana bir marta chizishim mumkin yoki-da shuni o'zidan offset olib ketishim mumkin. Mana shu shaklda offset 300 deyman. OK. OK и OK qilib mana buni yetkazib qo'yishim uchun mana bu narsa kerak. Buni bitta bosaman, bo'ldi. Hammasi yetadi. Yana bir marta buni bosaman. Buni chiqib ketdi. Buni tanlayman. Qolganiga kerak bo'lsa, pastopenkani bosib turib, buni bosib qo'yaman kerak bo'lsa. Mana shunday holatda. Направление marsh berish kerak. Misol uchun, bu yoqdan bu yoqqa keladi deb. OK qilsam, keyin chizib beradi menga. 3D da ko'rishim mumkin. Tasdiqlasam, ограниченияsi bilan chizib beradi kerak bo'lsa. Mana. Xuddi shu shaklda bemalol zinani qanaqa shaklda chizmoqchi bo'lsak, shu shaklda chizib beraveradi o'zi xohlagancha. Faqat qonun qoidasini to'g'ri qilishimiz kerak bo'ldi. Mana shu holatda bolalar chiziladi. Eskizniy rejim. Albatta bundan ham chuqurroq ko'rish kerak bo'ladigan narsalar juda ko'p.
qonun qoidasi, ishlash uslubi yoki realistika to'g'rimi yoki noto'g'rimi ustiga material berib, material bilan ishlash, shularni o'zi bilan qanaqa ishlash mumkin, turlari juda ko'p zinani ham o'zi. Bu hozir juda oddiy soddasini ko'rdik. Menimcha shuni o'zi ham yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Rahmat. Hozircha stop.